30-aprel 2026 yil. Shopdagi ko'chat oblom yıkılış baytdi mana jarayoni. Mana shu shoxlarni netpashamiz. Mana shu holatda qoladi. Ba'zan bir 10 kiloda qirqib tashlaymiz. Shunda 3 ta 4 ta shox qoladi. Balalik 35 bo'ladi. Oldingi holatida 55-60 kalla beriladi. Mana shoxlar mana shu baravarda bo'ladi. Baland endi buni pasaytirdik, yangi yo'nalishda qilib buni past berishdan maqsad buni ko'chat pastroq bo'ladi. Shu aylanib uzadigan bo'ladi meva qilganda. Shu shet qo'yib tevaga bo'lib ketmadi, mana baland bo'lib ketmadi. Shu mana shu holatda pastroq bo'ladi. Ba'zi 5 xil shoplarimiz bor. Sortlarga 100% kafolat beramiz. Shu sertifikat qog'ozgacha qilib, pechatga tushirib beramiz. Ba'zilar bu yana ketimiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatib beraman.